bugun demak mazkur seminar mavzusi bo'yicha demak talabamiz Abdulhamidjon tayyorlab kelganlar. Mavzu Amir Temur davrida ijtimoiy madaniy hayot. Tinglaymiz, o'z fikr mulohazalarini albatta bildiradilar, faol bo'lamiz. Abdulhamidjon marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz Amir Temur davrida ijtimoiy madaniy hayot hamda madaniyatning rivojlanishi, madaniyatga homiylik qilgan davlat arbobi sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. Qurib bitkazilgan Bibixona madrasasining qurilishiga asosiy sabab shu Hindistonga zafarli yurishi sababli o'zi Amir Temur nabirasi Sulton Muhammadga qurdirmoqchi bo'ladi. O'sha davrda Amir Temur xususiyat bor ediki, vaziyatni to'g'ri anglash jarayon. Bilasizlar, og'ir jarayon, nurlar bosib qolyapti. Nima qilish kerak? Kelishuv siyosatini olib bo'lish kerak. Ulamolar bilan qanaqa ish qilishdan oldin bamaslahat. Birinchi maqsad so'ragan.